Öpsen gülünün bergidin Hoş burağı öksümezsin har Koyar söygen gülünün bergidin Hoş burağı öksümezsin har Şuna bəxət kilər əzəldir Quyaş təkillik aynidir Şuna baxıb gülər əzəldir Quyaşdək yıllık aylıdır Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kıyar pərzəkliyə Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kıyar pərzəkliyə Tavlası deydu atılar Bəzidə taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş koyur köksüge Aileden taralgan mihir Yurtudu alemni pütkün Aileden taralgan mehir Yordudu alem ütkün Ata kılsa süygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir günü Ata kılsa sügüge taqdim Sadaqatke bulgan bir gün Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kıyar pərzəkliyə Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kıyar pərzəkliyə Tavlası deydu atılar Bəzidə taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş koyup köksüge Körüvatqınыңla Leyanda Şaptul meğisi çaş quvvatlaş məlhimi qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını bazağı sağan DKI Leyanda gırımçılıki alahidi qollagan tor televiziya filmi tartılmıgan suratlar. Yeşil Güher Noni Enzim. Yeşil Güher enzim orxultuş içindeki, beden güzelleştiriş meyi, hanım kızla məxfi pərviş yürüşlük qatarlıq məhsulatlarını bazağı sağan Yeşil Güher Xalqara Savdo Çəklik şirketi filmimiz bilen həmkarlaşqan. Filmimizni Məngül Tazlıq Kentiti, Məngül Köz Həkimhəsi, Məngül Sağlamlıq Qupsi qatarlıq huzur məhsulatlarını bazağı sağan Məngül Guangzhou Xalqara Savdo Çəklik şirketi alahidi tələb qılğan. Ruhluk ve coşkun keyfiyat ruhi halatinizning namoyandasi. Yeger ichimlikini sizmi yaxshi ko'rgansizda? Malla emas, hammamiz yaxshi ko'ramiz uka. Hammamiz yoqtirib ichadigan ichimlik Yeger. Yeger vitaminlik energiya ichimligi. Mening do'stlarimmi uzun o'stirgan tirnoqlarga gul chekib, yurmamda sirtin kirmay. Bilmaydigan restoran yo'q ularning. Nada isil, tamlik tomoq bo'lsa, shu yerda ular bor. Ularning aralari qandaqarlarkin ta? Ya tak qilib chekib qo'ymaydi-kan chekisiga. Voy jinim, voy nima yegingiz bor? Ko'nglingiz nima tortyapti deb tomoq aytaman desichu, yo'q, qo'lingiz qiyirib ketadi. Oshxona uydan yiroq turing. Menga sizning tomoqingiz emas, o'zingiz kerak deb. Of. O'ylab beqansang deb
Qiynatam bilan qiynanamlar sizlarni tabriklab, uyinglarga yo'qlab kelgan kuni. Uyga chiroyli dasturxon solmay, restoranga chiqib mehmon qilgan bo'lsanglar, ular xushal bo'larmidi? Uy deganning, uy tamoqi deganning xosiyati cho'ng singlim. Qozon beshdan tarqalgan issiqlik erni ayolga, bolalarni aniq texim yaqinlashtirdi singlim. Eldarning sizni tamoq etishni o'rganib olsin degini sizga kuyganlikka jinim singlim. U sizni onalik burchini texim yaxshi ado qilsin deganlikka singlim. Taze optan bo'pti. Tamoq etishni bilmasan, kallani kesib o'tam to'xar, ha? Voy, sening kuyib pishib futqollarni iflab berganingni bilamdi? Bilmaydi. Sen-chi qara, oshxonada qo'rilib, qo'rayga aylanib ketsanmi bilmaydi. Bilamsan, ularning maqsadi seni ishiltib qul qilish. De xalqning 5-silamishlik Zuhraxon degan chiroyli qiynapang. Voy, unchalik shafqati bo'lsa, seni nemishqa jafoga ishtirtamsa? Pul azma shu haqda. Xinem, mongmamla. Mana hozir 1 minut to'xta. Abba, qachon kelsan? Men soat 11larda kelaman. Aras. Bugun uying ketmay, mishayda qo'nib qol-a? Er kishi degandimmi-chu, jiroqroq tursan, qadring bo'ladi. Uqdingmi? Doğranı bugün çokum işmidin abba? Rahmet balam. To'ydan burun Eldar kunda ta'kidlab turadi. Endi sen kech qolsangmi, esimga sap turyapsa balam. Bek rahmet canım qizim. Arzuluq oğlunun hamma qiliqlari boshqachilik ko'rindi ha abba sana. Balam, qanday yeringdan chiqyaptimish-ka? Otam uchun hamma bola o'xshash arzuluq balam. Dadam bilan ishkanlarning ruxsat qilgan ash ishidan ko'nglim shunchalik yerim, dadimni ichimga yutib yurvassam, sen tek menga yon bosmoqda yo'q, meni xapayotamsa abba. Sen texi ash xapiliq ichidimi? Shunda bo'lmaychi. Bo'ldi qil balam, bo'ldi qil. Ko'nglingdan chiqarib. O'tganda biz bilan akangning uyiga birga bormagandim. Eldar akangning shunchalik ko'ngliga keldi. Lekin chandolmadi balam. Bo'ldi abba, ko'nglimni yasma. Astagfirullah. Nana degan ash naynaqdan boshqa birasi bilan to'y qilgan bo'lsa, voy jinim yanga deb beshim qilib ko'tiratdim. Uyga berib qo'nib olatdim taxi. Balam. Bo'ldi. Ko'nglingni yarim qilma. Senmi cho'ng bo'lganda obdan bilib qolsa, unda jahillik qilma balam. Otani degan hayot vaqtimizda bolalarning inoqligi, xushal xuramliqdan huzur ilib yashaydi ekanmiz. Qarindoshlarning o'tirisiga so'g'aqchilik tushib, mehr muhabbat suslashib qolsa, kessekmi ko'zimiz ochiq ketadi ekan bolam. Hozir dilim to'yib turyapti. Eldar akamning chiroyli shunchalik bir so'ng'illiq chiqib turdi. Sana aykilab qo'ydim abba. Akam qanchalik amroqligimni bilsan-ku? Nanaxon, qanday ahvoling? Nim qilib kirding bu uyga? Sizlar yolg'izligimni bilib kirdim.
Tez chiqib ket. Mening sana deydigan gapim yo'q endi. To'y qilgan odamning kendidan yurguncha o'lib olsam-chu. Qo'rqma, hazırlaş gitme. Ama sana deydigan gapim bor. Gaping bo'lsa, onamning uyiga kirib aytibding menga. Nomus qilishni bilmaydi ekansan sen. Numus qilishni sen bilamsan? Ha? Numus qilishni bilgan bo'lsang, meni bundan ahmoq qilmagan bo'larding. U limlim bilan to'y qilgan ishini mendan yushirmagan bo'lding, ana. Amalsizlikdan yushirib, sening to'sqinlik qilishingni oldini oldim. Sening xuyongni men obdan bilmay, Osman. Bak qara ana. Ulan nima tanib qoldi? Bilma. Sening u limlimga asraqni ko'nglim yo'q. U faqat bankada ishlash kelsa uni o'taydi. Xudo bankining pulini uyanga tovarlab to'shib berdigandek. Bu mening tanlashim, sening qaring bo'lmasin. Bo'g'liq bo'p bo'ldi. Men hozir Ildarning ayoli. Endi menga avarchilik tepma. Menga ishing og'irmisin? Emsi nima ish qilmay ahmoq qilsan ana? Ha? Meni Eldarga o'xshash, xizmati yo'q, maosh yo'q deb o'ylab qoldimmi ya? Uning 1 yilda topadigan pulni mening 1 kunda topadiganimni unutib qoldingmi? Ha? Sening qo'ymuchilik qilib, dakudiki ishchidan yurdiganligingni ko'rib rayim qaytdi. Qo'rqdim, ishonchimni yo'qotdim. Mundaq deb qo'y. Sendan qo'rqinchli ko'rinibdi mendami? Sen şu pullarni, oltin zibzinatlarni og'il kelgan o'xshamamsa bu yerga? Men qizlar uchun ishlagan ishkidan pul. Tumi tasaklarni undaq surishtirib yuradigan nomard emas. Buni sen obdan bilsan. Men sana ichinib keldim bu yerga. Menga ko'ngil bilginingga rahmat. Lekin sana shuni deb qo'yay, Osman. Burun ishkimiz yurgan. Lekin men hozir Ildar bilan to'y qildim. Peshonimga shunda putilibdi. Şuna sen mi özünün yolunu tepip man? Ben mi özümün yolda manay? Bundaq keynimge kirvasan, ailemni veyran qilsa. Bu yandaki ko'ngilsizliklarni anlab keldim. Sana ishchim og'rib qoldi. Men degan bir erkak nikohli bo'lgan er-bacho'kanlarga sho'lgini yiqitib yurdi oladimiz. Har qancha qaram, talva bo'lib ketsam-mo, sening axsiz bo'lishingni xohlamayman. Osman, o'ylab baqding-a? Shu topda birasi ishkimizni onamning uyida paranglashib turganligimizni ko'rib qolsa, nim debmi qilar? Sen mushtaq qilsang to'g'ri bo'lamda? Nim deb o'ylasa o'ylamamda. Ha? Mening ko'nglimda hech qanday yomonlik yo'q. Men azaldan sana bir yomonlik mı qilib boqmadim? Men seni quruq so'z, quruq tuhmatlardan asrablam keldim. Hatta gapimni anglab, quloqning uchini tutmadim lan ha. Ang yaxshi, mendan yiroq tur. Men sana yipishib olmadim lan ha. Xotirjam. Menda o'zim tushliq, g'urur, vijdon bor. Bu erkagimni ko'rib, keyinib kirib oldigan o'xshaydi deb o'ylab qolgan şeyse. Sen de görüşüdüğünüge imkaniyet bulmağaşqa uyda yalğızlığını bilip amalsız geldim. Hoşlaşıdığın çağda ko'nglimdagi gapni davolay. Ildar bilan to'y qildig'ini anglab, sana nafratlandim. To'y qilg'ichi meni ko'ldirlatganingni mangu kechiramayman ana. Men seni oldimdim, Osman. Bo'ldi, o'zing qilma. Sen aldaştığın nimeligini bilmeydiğin şeysin. Toy günün içi işki kiyimiga tang desep yürüyorsun onu qara. Toyni xotirjam, ama inson o'tkazib olay debdimi? Shu aşkımni qurbonlik qildim. Lekin men Bo'ldi, sen aqlima. Qanday qildim bilaman, bekor. Ha, ma'qul. Anladım.
Bobtam sima qaytdim. Xotirjam bo'l. Endi seni hargiz izlamayman. Yaxshimisiz qizim? Yaxshi. Ishdan yamg'oqshimansiz? Hozir ishdan tushim. Bo'pti, menga bering. Hey? Ma Fatima setan yaqindan beri men qo'rg'u to'l qatiraydigan bo'lib qoldi. Anlamapsan-da, adaş. Nimani? Anlasam, yo'ldish yotgan ko'psini qo'liga tutqizib qo'yibdimish. Şon qizini so'rab, dadsini kiyapdimish bu qo'chaq. Erning do'ppisiga jigit saptikanda. Shu izzat tatmay qizni yitlab dadisini uyiga kelyapti-da bu xinim. Voy jinim adaş. Chiroyliqning vafo qilganini nerda ko'rganding? Men-chu boshda ko'rganda faqat ko'zimga sig'magan bu qo'chaq. Hey, uyda yomonlab chiqqan xotin kishi. Oshundoq yosinib paqirib, nimba taladi uyda o'tdamay. Bu-chu ishni o'zi chiqarib qo'ygan gap. Cho'qim. Ras, cho'qim shunday. Voy Fatima xinim, undam deb ketishmisizlar. Ha? Hammamizning qiz bolamiz bor. Ha? Dehi yaqinda Nadira xinimning to'yini qildik emasmi? Nana. Nana xon deslar. Nana. Endi bu Portugalni o'zimizning oldi cho'ng'igan qiz tug'ilib o'sgan. Ha, o'qigan, o'qimishli qiz. Eri taloq qarab qapti. Shu sababdan ikki balni olib, ota-onasining uyiga yomonlab ketdi. Ha? Endi qiz bola deganning 5-kunchisi ota-ona tog' emasmi? Qaranglar. Mana mushundaq yigitlar-chu, shundaq qo'chaqlarning atrofidan aylanib ketilmaydigan bo'lib qoldi. Bir opdan chiroyli, xotirjam. Butun shaharda xeyli nom bor opdan qo'rotday bo'laydi xanda. Oshunda qo'nchaqil jiqib ketib, hozir ma qo'roning nomini texmi chiqarib yetadigan bo'ldi. Ras. Voy jinim qo'shnirim. Undam deyishib ketmiz. Portugal o'qigan, o'qimishliq, yaxshi qiz. Bir o'tdan qutulamay olsam, yana bir o'tni tashlab ketgani nemisi bu Osmanning? Uni olganligimni o'chilish uchun qurilgan qopqanmi ya bu? Bo'lmasa illar bilan uy tutganligimni bilib turib, nemishqa qasddan bunda qildi u? Pulga amroqligimni bilgachga, meni yana chekib beqatamdi ya bu. Uning obiyamki gaplari bilan bu qiliqi nemishqa o'xshamaydi u? U bundaq qilishning uchiga chiqqan ahmoqlik ekanligini rostdan bilmasmi? Bu pulni hech kimga ko'rsatmay, fursat tepib uningga yondirib bermasam, vijdon oldidimi, Ildarning oldidimi, ota-onamning oldidimi qora yuziga o'yinib qolmay. Osman tashlab ketgan pullarni,
joyida turibdi. Lekin bu pul yurkimni chayondek chiqib menga zodil aram bermayotdi. Pulni Osmonning qo'liga itikroq tutqizib, bu o'tdan vaqtida qutulsam bo'ladi. Ildar bilib qolsa, tugashkinam shu. Bichara Ildar, men shuncha ko'ngil bo'ldim. Lekin men uni zodi qanchalik xushal qila oldim. Opamga ochig'im bor. Sizlar oldimda Ildarning otasining yomon gapini qildim. O'zining qizi zodi qanchalik, uningda ayib bormi, yo'qmi demaydi. Ben pulga amroq bo'lmagan bo'lsam, Osmon bu pulni uyga tashlab ketalardi. Opam hadisli xalqning qizlarini tishlab tortdi. Shunga turmushmi? Hay xotin, to'la haddingdan oshmay, oldi bilan o'zingning chekisini obdanroq bir silkivat davatam degan tang. 我靠，贱人！你知道吗？我们两个在一起的时候，他都不是脚踏2条船这么简单，你至少都是3、4条船的。小夏雨滴呀，他特别喜欢这里的一个味道。 Açığınızga ay bering fukam. Nana aşkınla öyünü emde tuttunlar. Bir-biringlarni asta-asta tushunib qolsizlar. Nana aşkınla ikki aile cho'ng bo'ldinglar. Shunga olgan tarbiyaringlar, mijoz xarakteringlar ham o'xshashmaydi. Achchiq kelganda aql qochidi fukam. Buninglik bilanlam hukm chiqaryapman. Hech bo'lmaganda dadamni o'zim o'ylab qo'yan fukam. Onun ustiga dadam sizga shunchalik amroq. Bunda zarbiga bardoshlik berarlarmi? Siz o'ylab baqdingizmi fukam? Bu filmimizni pokizlikning elchisi, cho'ng kichik er ayol hammalarga mos keladigan leyanda tushirish birkimiz qatorliq yurishlik mahsulotlarni ishlab saqlagan DKI leyanda kirimchiligi alohida qo'llagan. Har xil tipdagi el-ravon post apparatlarida Yunshanfo, Undidar, al payda skanerlab pul to'lash, bank kartasini surtish kasbi, har vaqt har joyda avtobus kartasi, tok kartasi, qatnash jarimonasi, telefon puli, poyezd bileti ham telegraf kartasini bejirish qatorliq xalqqa qulaylik ko'p iqtidorlar bo'lishdan boshqa banka birlashmasining Yunshanfo kasbini ishlatib ko'plagan e'tiborlarga erisha olasiz. El-ravon post apparati tijorat va turmushingizdagi eng to'g'ri post apparati bo'la oladi. Farzandinin salgan o'tidan kavab bo'lar bog'i yuragi. Farzandinin salgan o'tidan kavab bo'lar bog'i yuragi, bog'i yuragi. Üstüsidin ilimler yüklü, aramazın içilsin çekli.
teşnisidir